Shavkat Mirziyoyev suyultirilgan gaz muammosi bo'yicha rahbarlarga so'nggi ogohlantirish berdi. Bugun prezident raisligida videoselektor yig'ilishi o'tkazildi. Davlat rahbari hukumatdagi mas'ullar, vazirlar tartib-intizomga vaqtida e'tibor bermagani uchun islohotlar ijrosi cho'zilib ketayotganini tanqid qildi. Masalan, suyultirilgan gaz yetkazishda 60-70 kunlab uzilish kuzatilmoqda. Ayniqsa, Andijon va Surxondaryoda murojaatlarning 70% shu masala bilan bog'liq. Issiq kunlarda gazda shuncha muammo bo'lsa, qishda odamlar qozonini nimada qaynatadi? Rahbarlarga so'nggi ogohlantirish: bu masalaga 2 haftada yechim topsin. Bo'lmasa o'zi bilib joyini bo'shatib qo'ysin, dedi prezident. Yig'ilishda yana bir masala ko'tarildi. Yozning boshlanishi nisbatan salqin keldi, lekin bu yog'iga kunlar ancha isib, elektr iste'moli oshadi. 2 oy oldin Energiya samaradorligi agentligi tashkil qilinib, byudjetdan 100 milliard so'm berildi. Energetika vazirligi va agentlikka vazirlik, hokimlik va davlat korxonalarining oylik iste'moli 500 kWh yuqori bo'lgan xodimlar ro'yxatini shakllantiradi. Ushbu xodimlarga energiya samarador texnologiyalarga o'tish uchun yashil temir krediti yoki subsidiya olishga ko'maklashiladi. Buning hisobidan yil yakunigacha iste'moli yuqori bo'lgan kamida 100 ming xonadon energiya samarador tizimga o'tishi zarurligi ko'rsatib o'tildi.